Assalomu alaykum. 1,5 ming dollar ekonom qilib berdik mana bu yerda. Uyimiz mana shu holatda dapatalki bir xildagi steni bir xil tekis chiroyli chiqishi kerak edi. Dizayni shunday berilgan, lekin dasturchilar mana bu balkan bilan devor orasini 5-6 sm va 10 sm ga o'ynatibdi. Shunday qilib xohlaganlarcha qurib ketgan, xohlaganlarcha qurib ketishgan. Endi biz polni profil qoqib turib gipsga endi to'g'rilab chiqmoqchi bo'lsak, uy taxminan 10-15 sm u tomondan bu tomonga o'ynayapti. Endi biz nima qildik? Mana shu yechim qildik. Hop, mana botgan joyini loyiga o'tkazayapmiz. Gips gardonni loyiga o'tkazib, bu tomoni chuqur joyi profilga ketyapti. Shunda bizga ikkita tomondan 10-15 sm joy qolyapti. Xonamiz 6 metrga yaqin. Shunda biz 1 kvadrat 2 kvadrat joy yutyapmiz. Keyin mana shu choklarini ham ochib ertadan keyingi streshina bermasligi uchun bir yechimini qilib ketyapmiz. Inshaalloh keyingi videolarimizda devorlarimiz 3 metrli pravilada qanaqa chiqqan shularni qo'yib boramiz.